Oilangiz bilan uzoq safarga chiqmoqchisiz, ammo 5 kishilik avtomobil siz uchun torlik qilyaptimi? Unaqada katta oilani bemalol o'z bag'riga sig'dira oladigan 7 kishilik Deepal S09 avtomobilimiz sizni kutmoqda. Ushbu avtomobilimizning eng full pozitsiyasini boshlang'ich 25% to'lov bilan, ya'ni $12.500 evaziga hech qanday rasmiy ish joyisiz, kafillarsiz va garovlarsiz 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga xarid qilishingiz mumkin. Deepal S09 avtomobilimiz gibrid rejimida bemalol 1100 km masofani bosib o'ta oladi. 4 ta ballon tortadi, ya'ni to'liq privetli avtomobil hisoblanadi. 0 dan 100 gacha 5.9 sekundda tezlashadi. 493 ta ot kuchi. Yukxonasiga keladigan bo'lsak, juda ham keng yukxonaga ega. 3-qatorni yotqizadigan bo'lsak, deyarli 1400 litrlik yukxonaga ega bo'lamiz. Bemalol oila bilan uzoq safarlarga va sayohatlarga chiqish uchun qulay avtomobil. Avtomobilimizni bemalol naqd, avtokredit, перечисление, ya'ni pul ko'chirish usullari orqali xarid qilishingiz mumkin. Barchangizni avtosalonimizda kutib qolamiz.